Kecha oqshom sim qoqib qolding. Ovozingdan kelardi titroq. Afsus bilan deyman, opaman, nega hol so'rmadim avvalroq. Sen-ku fig'on qilmading, ammo titroqlaring ko'chdi jonimga. Hasratlaring bo'lisharmidim, bo'lsam edi hozir yoningda. Opa, sizni sog'indim deysan, men bilaman ko'zing jiqqa yosh. Xo'p, sog'insang nega kelmaysan? O'ylanaman, buncha bag'rim tosh. Bir kun men ham borib qolarman, yo'l olisda bolalarim yosh. Yuragim ko'p toliqdi bugun, nimagadir ko'nglim juda g'ash. Quchog'ingda uxlaydi bolang, unsiz yig'layapsan bilaman. Olismanu, jonimda nolang, seni qalbim bilan ko'raman. Bu 5 kunlik dunyo-dunni suyganlarga qilmayman havas. Bilmam, nedir qiynaydi dilni, ko'ksim bo'ldi anduhga qafas. Yodingdami? Bir kun sim qoqsam, yo'ldaman, tez qaytaman deding. Borayapman dadam qabriga, sizdan duo aytaman deding. Sen bo'zlading otam boshida, men g'am chekdim bolishni quchib. Sen bosh urding tuproq toshiga, men yig'ladim yoshimni ichib. Sen maysani silab tiz cho'kding, anduh mening qaddim bukardi. Sening ko'ngling to'kildi mencha, yuragimda hasrat ko'kardi. Uzun ko'ylak etaklarida so'qmoq yo'lni supurib qaytding. Menchi uzun ertaklarimni qora kiygan tunlarga aytdim. Sim qoqasan, opa, men qaytdim, suhbatlashsak bo'lar bemalol. Ovozingda jarang tetiklik, o'tiribman bedor bemajol. Bo'lsang edi hozir yonimda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Saodat jurnali bosh muharriri, shoira Munavvara Usmonova.